Siz ham o'zingizni ba'zida hayotdan qanaqadir qolib ketayotgandek his qilasizmi? Birodar, buni sababi siz nimadir qila olmayotganingizdan yoki nimadir qilish qo'lingizdan kelmayotgandan emas. Qila oladigan va qilishingiz kerakligini bilib turib o'sha ishni qilmayotganingiz sabab. O'zi aksarimiz maqsadlarimizga erishish uchun nima qilishimiz kerakligini 80-90% bilamiz. Lekin vaqtimizni boshqalardan maslahat so'rash, motivatsiyani ko'tarish, boshqalarga rejalarimizni nima qilmoqchiligimizni aytib berib, xuddiki shu ishni rostdan ham qilayotgandek o'zimizni xursand qilib o'tirish bilan ovoramiz. Qiluvchilar emas, cheksiz o'ylovchilar yoki rejalashtiruvchilar avlodi bo'lib qoldik. O'zi shunaqa termin ham bor. Dopamine talk. Odam qilmoqchi bo'lgan narsalarni, maqsadlarini boshqalarga aytib berib, xuddiki shu ishni rostdan ham qilayotgandek o'zini his qiladi, dopamin oladi shu narsadan. Birodar, bo'ldi, yetadi. Kitob, podkastlar, motivatsiyani ko'taradigan videolardan yana 10 tasini ko'rib chiqsangiz ham, bitta joyingizni ko'tarib qilishingiz kerak bo'lgan ishga hujum qilmasangiz, rostakasim amal bilan qadam qo'ymasangiz, umuman oldinga surilmaysiz. Stress va depressiyadan ham qutulmaysiz, chunki ich-ichingizdan bilasiz, qilishingiz kerak va qila oladigan ishingizni cho'zib yuribsiz. Boshqalarni aldashingiz mumkin, lekin o'zingizni alda olmaysiz. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Ingliz tili o'rganing. Barakallohu fikum.